Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz psixikaning evolyutsiyasi va vujudga kelishi. Mavzuyimiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz inson psixikasining umumiy qonuniyatlari va funksiyalari. Ikkinchi rejamiz inson psixikasining tizimi. Uchinchi rejamiz evolyutsiyada tabiiy tanlanishning o'rni. Inson psixikasining umumiy qonuniyatlari va funksiyalari. Inson psixikasining umumiy qonuniyatlari, tizimi va funksiyalari psixikani o'rganish qator boshlang'ich boshqaruv nizomlariga asoslangan tamoyillarga tayanadi. Bu tamoyillar tadqiq etilayotgan obyektni mazmunli bayon etish, tajriba ma'lumotlariga ega bo'lgan muolajalarni rejalashtirish, ularni umumlashtirib, izohlash, shuningdek, ilmiy farazlarni ilgari surib, ularni tekshirish imkonini beradi. Psixologiyaning asosiy metodli tamoyillari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan. Birinchisi determinizm tamoyili, ikkinchisi ong va faoliyatning birligi tamoyili, uchinchisi psixika va ongning faoliyatini rivojlantirish tamoyili. Demak, birinchi tamoyilimiz determinizm tamoyili. Bu tamoyilga asosan barcha mavjudliklar ma'lum sabab qonuniyatiga ko'ra paydo bo'ladi, o'zgaradi va nobud bo'ladi. Psixologik tadqiqotlarda psixika hayot tarzidan kelib chiqib, mavjudlikning turli tashqi sharoitlar ta'sirida o'zgarishini bildiradi. Hayvonlar psixikasi haqida so'z yuritganda, uning rivojlanishi biologik qonun sifatida tabiiy tanlanish bilan belgilanishini ta'kidlab o'tish lozim. Bu tabiiy instinkt deb hisoblasak bo'ladi. Odam psixikasini oladigan bo'lsak, inson ongi kelib chiqishining shakli va rivojlanishi oxir-oqibat hayot uchun zarur moddiy vositalarni ishlab chiqish usulining rivojlanish qonunlari bilan belgilanadi. Determinizm tamoyilining kelib chiqish xulosasi sifatida inson ongining ijtimoiy tarixiy xususiyatini tushunish xizmat qiladi. Bu bilan biz hayvonlarni instinkt sifatida hayot tarzini misol qilsak, insonni hayvonlardan asosiy farq qiladigan xususiyatini bu ong deb olamiz. Ikkinchi tamoyilimiz ong va faoliyatning birligi tamoyili. Ong va faoliyat uzviy birlikni tashkil etadi, lekin ular bir-biriga aynan o'xshash emas. Ong faoliyat jarayonida uning ichki rejasini, dasturini hosil qilgan holda shakllanadi. Aynan ongda voqelikning harakatchan ko'rinishlari yuzaga keladi. Ular yordamida inson atrof muhitga o'z yo'nalishini anglay oladi. Ong va faoliyatning birligi tamoyili ruhshunoslarga xulq-atvor faoliyatni o'rgangan holda samarali maqsadga muvofiq harakatlarning ichki psixologik mexanizmlarini anglash, ya'ni psixikaning obyektiv qonunlarini ochib berish imkonini beradi. Psixika va ongning faoliyati rivojlanish tamoyili bu uchinchi tamoyilimiz hisoblanadi. Ushbu tamoyil psixika haqida uning faoliyat jarayoni va natijasi sifatida uzluksiz rivojlanishda ko'rib chiqilgandagina to'g'ri tushuncha hosil bo'lishini bildiradi. Har bir psixik hodisaning tadqiq etilishi shu hodisaning aynan hozirgi vaqtda tegishli bo'lgan xususiyatlarining ta'rifini, yuzaga kelish va shakllanish tarixini, shuningdek rivojlanish istiqbolini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Inson psixikasi tizimi, olimlar inson psixologiyasi va xulq-atvorini o'rganishda ularni bir tomondan organizmning biologik tuzilishi va faoliyati nuqtai nazaridan, ikkinchi tomondan ijtimoiy rivojlanish qonunlari yordamida tushuntirib berishga harakat qiladilar. Birinchi vaziyatda psixika va xulq-atvorning irsiyat bilan belgilanganda tug'ma, anatomiya, fiziologiya bilan bog'liq bo'lgan genotipga tegishli xususiyatlar namoyon qilinadi va tadqiq etiladi. Bu asosan tushunchalar 19-asrda Charles Darwin tomonidan yaratilgan bo'lib, keyinchalik mukammallashtirib, rivojlantirib borilgan. Yer yuzida hayotning birlamchi belgilari 2-3 milliard yil avval dastlab asta-sekin murakkablashib borgan kimyoviy organik birikmalar, so'ngra esa sodda tirik hujayralar ko'rinishida paydo bo'lgan. Ular tiriklikka xos bo'lgan rivojlanish, yaratish va orttirilgan irsiyat tomonidan belgilangan xossalarni keyingi avlodga o'tkazish xususiyati bilan bog'liq bo'lgan biologik evolyutsiyani boshlab berganlar. Ma'lum psixik xususiyatlarga ega bo'lgan tirik jismlarning ko'plab shakllari mavjud. Tashqi muhit ta'siriga javoban oddiy tanlab ta'sirlanish xususiyati tirik jismning sodda shakllarida ham kuzatiladi. Seskanuvchanlik bu tirik organizmlar, o'simliklar va hayvonlarni misol qilsak bo'ladi. Tirik organizmlarning biologik foydali yoki zararli ta'sirlarga nisbatan o'z holatlarini o'zgartirish bilan javob qaytarish xossasi va reaksiyasidir. Masalan, biz biologiya darsligini o'qiganimizda oddiy amyobani, ya'ni sodda hayvonlarga tuz solinganda o'zining oyoqlarini yig'ishtirib olishi yoki tufilkaning tashqi ta'sirlarga javob reaksiyasini ko'rsatishi, bu bizga
tushunishimizga yana osonlashtirib beradi va tushuncha hosil qilib beradi. Seskanuvchanlik tashqi tomondan tirik organizmning majburiy faolligining namoyon bo'lishi bilan ifodalanadi. Organizm rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, yashash muhiti sharoitlarining o'zgarish holati organizm faolligining ifodalashi shunchalik murakkab shaklga ega bo'ladi. Tirik mavjudotlarda ta'sirlanishning keyingi rivojlanishi murakkab anatomik tuzilishga ega bo'lgan rivojlangan organizmlar yashash sharoitlarining murakkablashuvi bilan yuqori darajaga bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat.